Amerika Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining Dini Vicdan Mahbuslari programmasini boshlash marosimida 2009 yildan buyon Xitoy turmusida yetayotgan Gulmira Emin masalasi oldingi qatorda o'tirib qo'yildi. Yig'inda mazkur programmaning diniy e'tiqodi sababli turmaga tashlangan vicdan mahbuslarini erkinlikka erishtirish uchun boshlanganligi. Buning Xitoy qatorliq mustabid davlatlarga signal yo'llashda zo'r ahamiyatga ega ekanligi bildirildi. Marosim 6 aprel degan Amerika Davlat Majlisi binosida o'tkazildi. Marosimni Amerika hukumati va davlat majlisining birlashma boshqarishidagi Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti uyushtirgan bo'lib, komitet raisi va komitet komissarlari o'zlari mas'ul bo'lgan birdan vicdan mahbuslarini tanishtirdi. Oldi bilan so'zga chiqqan komitet raisi Thomas Reis apandim mazkur komitet boshlagan programmada markazlik tanishtirilgan shaxslarning nomini atab o'tdi. U o'zining Eritreyada turmida yetayotgan xristian diniy mu'taviri Abuna Antonios masalasini zimmasiga olganligini va 2007 yildan buyon ma'lum bir o'rinda nazarband ostiga ilingan 89 yoshlik bu kishining erkinligi uchun kurash qilganligini aytgandan keyin so'z navbatini komitet komissarlaridan biri bo'lgan Sandra Jolie xonimga berdi. I'm Commissioner Sandra Jolie and I'd like to say that it is Sandra Jolie xonim 2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin davlat maxfiyatligini oshkorlash degan jinoyatlar bilan umrlik qamoq jazosi hukm qilingan Uyg'ur qizi Gulmira Emin masalasini to'lima hayajon elkida tanishtirdi. U oldi bilan yig'in ishtirokchilarini o'zi bilan birlikda bir ishni tasavvur qilib ko'rishga da'vat qildi va mundaq dedi. O'zingizni natija qozongan, oliy ma'lumotliq, o'zingiz so'ygan va aqida bog'lagan hamda ishlashga to'liq layoqatli bir sohada ishlayotgan bir ayol deb faraz qilib ko'ring. Gulmira Emin parlaq kelgusi, keng quchoq ochgan bir ayol edi. Ammo Xitoy o'tir sudi uni umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan daqiqada, ya'ni 2010 yili 1 aprel bu parlaq kelgusi uningdan tortib olindi. U ayni yili amdila 31 yoshga kirgan. 2010 when a Chinese Intermediate People's Court sentenced her to a lifetime in prison. Gulmira was 31 years old. Gulmira Emin asli Uyg'ur elida nopuz qazinishga boshlagan Salkin to'rining boshqaruvchilaridan biri edi. U 2009 yili 14-iyul 5-iyul Urumchi qirg'inchiligiga yetib qo'lga ilingan hamda davlat maxfiyatligini oshkorlash, qonunsiz namoyishga qutqartqulik qilish va davlatni parchalashga urinish qatorliq jinoyatlar bilan sudga tortilib, 2010 yili aprel Urumchi o'ttir sud doiralari tomonidan umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Jolie xonim Gulmira Emin oilasining Gulmira tutib ketilib 1 yilgacha uningdan uchur ololmaganligi. 1 yildan keyin namoyish mahbuslari bosh temi qilingan bir hujjatli filmdagi ko'rinishlarga asosan uning hayotligini bilganligi qatorliq tafsilotlarni so'zlayotgan minutlarda ko'z yoshlarini tutolmadi. Jolie xonimning ko'zlari namlangan. Ovozi bo'g'ilgan edi. Ammo u so'zlarini yig'i aralash davom qilib mundaq dedi. Men har qitim Gulmiraning chehriga boqqanimda bu go'zal ayoldan faqat bir necha oyliqla cho'ng bo'lgan o'z qizim ko'z oldimga keladi. Yuragim uning uchun, uning onasi uchun, uning dadasi uchun, eri uchun. Texmi cho'ngroqi u o'zi tava bo'lgan Uyg'ur jamiyati uchun azob ichida puchilindi. Tonishtirish oyoqlashgandan keyin yig'in qatnashchilari Diniy erkinlik komitetidan kutadiganlari va boshqa taklif fikrlarni berdi. Bularning qatorida o'z yordamchisi Ömer Qanat bilan yig'inga ishtirok qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabia Qodir xonim bor edi. U Xitoy hukumati yaqinda Uyg'ur elida yo'l qo'ygan asabiylikni tugutish nizomi haqida to'xtaldi va bu nizomning Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini texnik qattiq bo'g'ib qolmay, balki Uyg'urlarning kundalik hayotining har bir nuqtasiga qadar ta'sir ko'rsatganligini o'tirib qo'ydi. U komitet xodimlaridan Xitoyga bu vaqtda bir parcha maktub yo'llab, Xitoydan Uyg'urlarga qaratgan diniy bostirishlarni to'xtatishni talab qilishni so'radi. Birinchi yaqinda chiqqan Xitoyning qonuni, hozir 4-oyning 1-dan boshlab ijro qilingan nəhayət tetiksiz qanunu və Uyğur xalqını tınğıl qoymaydigan mədəniyyət inqilabidan ağır bolğan qanun toğruluq dini komitetdən Xitayğa və Xitay elçixanalarına, Xitay hökumətinə, Amerika Kongresiga, İstər Departmanına birlikdə Uyğur məsələsinin hazırki vəziyyəti haqqında
mush qonun haqida bir narsa yezish haqida taklif berdim. Ikkinchi bu ishni qilganligining intayin ahamiyatining borligini ham Gulmira xonim bilan birga sonsiz sanoqsiz turmadagi mahbuslarning mushu holatiningki dunyoga olinishi va ularga bo'ldigan yordami, masalan men o'zim turmada yotdim. Mushu turmada yetish jarayonida mening mushundaq boshqalarning tutgan vaqtida mening maslamning qanday bo'lganligini, Gulmira xonimning mushunda bo'lishi, minglagan Gulmira xonimga yordam qildiganligi, minglagan andiki mahbuslarni qutuldirdiganligi, ya'ni bu ishni kuchaytirish haqida taklif fikrimni berdim. Dünya Uyghur Qurultayı Maun Reisi Ömer Qanatmı Xitoy türmeleriga yana ko'plagan Uyghur mahbuslarning qamalganligi. Uyghur mahbuslar jumladan Uyghur masalasini texnik keng ravishda tonitish uchun har xil faoliyatlarni elib bordiganligini bildirdi. Mushun o'xshash albatta Gulmirada emas, nurg'unlagan nima bor. Qiz ayollar bor, qizlar bor, turmada yetayotgan diniy zotlarimiz bor, siyosiy mahbuslar bor. Bularniki mushunda nuqtaliq insonlarni mushunda elib, ma'lumoti to'liq bo'lgan insonlarni, qo'limizda to'liq ma'lumotlar bo'lgan insonlarni elib, yana bularning boshqa komissionerlarning ega chiqib shu masalalarga, shu masalani ko'tarib chiqishi uchun ularni qoyil qilishga tirishimiz. Shu qo'limizdagi materiallar bilan va bularga aka bular bilan so'zlashib, ko'rishib, shularni yana jiqroq Uyg'urlardan, yana jiqroq o'shunda mahbuslarni, siyosiy mahbuslarni, diniy mahbuslarni masalasini qo'lga ilishga, bularni qoyil qilishga tirishimiz. Murasim oxirida Gulmira Eminni tonish jarayonini biz bilan o'rtoqlashgan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissari Sandra Jolie xonim mundaq dedi. Gulmira, biz sizni ko'ramiz. Sizning ismingizni bilamiz. Hayot hikoyangiz bilan tanishmiz. Komitetimizning maqsadi tonilmagan nuqtalarni tonitish. Gulmira dal mushularning biri. Biz uningga sevgimizni yo'llaymiz va yor yo'lakda bo'lganligimizni bildiramiz.